aksiyadorlik kompaniyasi aholi salomatligi uchun bemorlarni kerakli zarur va sifatli dori vositalar bilan o'z vaqtida ta'minlashga jiddiy e'tibor qaratadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013-yildagi 204-sonli qarori bilan ambulatoriyada davolanishda dori vositalari bilan imtiyozli ta'minlanish huquqiga ega bo'lgan 14 ta toifadagi shaxslar ro'yxati belgilangan. 2025-yil davomida mazkur ro'yxatdagi shaxslarga kompaniyamiz va uning tizimidagi jamiyatlarga qarashli dorixonalar orqali tezkor ma'lumotlarga ko'ra 414.424 ta retsept asosida 30 milliard 500 million so'mlik dori vositalari va tibbiyot buyumlari bepul berildi. Shu o'rinda reimbursatsiya dasturiga ham alohida to'xtalib o'tmoqchiman. Bugungi kunda elektron retsept asosida dori vositalarini olish juda qulay hisoblanadi va buni aholi ham anglab bormoqda. Gipertoniya va yurak ishemik kasalliklariga, qandli diabetning 2 turi, bronxial astma, o'pkaning surunkali obstruktiv kasalligi bilan dispanser nazoratida turgan bemorlar reimbursatsiya dasturi asosida oilaviy poliklinika shifokor tomonidan yozilgan elektron retsept asosida dorixonalardan 29 turdagi dori vositalarini bepul olib kelmoqda. Va aytib o'tish kerakki, bu tizim hozirda Toshkent shahrida, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Sirdaryo, Navoiy, Samarqand, Buxoro, Xorazm va Qashqadaryo viloyatlarida yo'lga qo'yilgan va 2026-yil yakuniga qadar barcha hududlarga yo'lga qo'yilishi belgilangan. 2025-yil davomida kompaniya va sanab o'tilgan hududlardagi jamiyatlarimizning reimbursatsiya dasturiga ulangan dorixonalar orqali tezkor ma'lumotlarga ko'ra 28 milliard 300 million so'mlik dori vositalari elektron retsept orqali bemorlarga berib kelindi. Kompaniyamiz 2026-yilda ham aholini sifatli va zarur dori vositalari bilan ta'minlash borasida o'z oldiga qo'ygan maqsadlarini yuksak mas'uliyat bilan ado etishga tayyor. Aziz yurtdoshlar, kirib kelayotgan yangi yil barchamizga muborak bo'lsin. Istardikki 2026-yil yuksak maqsadlarni amalga oshirish, yangi marralarni zabt etish yili bo'lsin.